Asosiy yo'l. Tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali, masalan, asfalt va tsementi-betonli, tosh va shunga o'xshashlarga yotqizilgan, kesishayotgan yoki tutashgan yo'lga nisbatan 2u1, 2-3u1 yoki 2-3u2, 2-3u3 yoki 5u1 yo'l belgilari bilan belgilangan yoxud yondosh hududdan chiqadigan yo'lga nisbatan har qanday yo'l ikkinchi darajali yo'lning bevosita chorrahaga tutashgan qismining qoplamali bo'lishi uni asosiy yo'l bilan teng huquqli qilmaydi. 2u1, 2-3u1 yoki 2-3u2, 2-3u3 yoki 5u1 ushbu belgilar o'rnatilgan yo'lning kesishayotgan yoki tutashayotgan yo'llarga nisbatan asosiy ekanligidan dalolat beradi. 2u1, 2-3u1, 2-3u2, 2-3u3, 5u1 belgilari bo'lmaganda tuproqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali, ya'ni asfalt beton yoki sement beton, chor qirrali toshlar, katta toshlar, shag'al va shunga o'xshashlar yotqizilgan yo'l hamda yondosh hududdan chiqadigan yo'lga nisbatan har qanday yo'l asosiy hisoblanadi. Asosiy yo'lga loy olib kirishning oldini olish maqsadida tuproqli yo'lning bevosita chorrahaga tutash qismining yaqinida 50 dan 200 metrgacha qoplama yotqizilgan bo'lishi mumkin. Bunday ko'rinishdagi tuproqli yo'l asosiy yo'l bilan teng huquqli bo'la olmaydi.